Oyiz yashashga harakat qilmayapti. Hozir sun'iy nafas berish yo'li bilan ushlab turibmiz. Apparatdan uzishimiz kerak. Oyizni ham qiynamaylik. Apparatdan uzdi degani o'ldi degani emasmi? Boshqa ilojimiz yo'q. Oyiz yarim o'lik holatdalar. Agar qo'l qo'yib bersangiz, uyingizga borib apparatdan uzgan yaxshi. Agar kasalxonada jonlar uzilsa, oyizni yorishga to'g'ri keladi. Mayitni qiynamaylik deyapman. Shunda men qo'l qo'ysam, Ko'rdingiz-ku, oyimmi o'lim uchun qo'l qo'yaman. 5 kundan beri harakat qildik. Hamma muolajalarni qildik. Oyiz yashash uchun kurashmayaptilar. Qo'limizdan boshqa hech narsa kelmaydi. Ularni faqat qiynaganimiz qoladi. Men bitta o'ylab kelay maylimi? Foydasi yo'q, Siroj. Balki yashab ketarli. Oldilari kirib chiqsam bo'lmaydimi? Aka xos kelaman, sal o'zimni kelib olay. Mayli. Siroj? Yaxshimisan? Oyim o'lsalar men yasholmayman. Mana shu jihatlaring Aydopamni o'zi. Aydopamdan o'tgan senga. Ko'ngilchanliging. Lekin Rustam akamning ham ayrim jihatlari bor ekan senda. Toshbag'ir kinobkang bor ekan. O'shanda bir bosding, hayron qoldim. Tanimay ham qoldim seni. Jam aka, qurbaqani ham bossangiz vaqt yetadi-da. Odamlar bir xilda haddini chegarasini bilmay qoladi. O'shanda hammani joyini ko'rsatish payti kelib qoladi. Anu andishan otini qo'rqoq deyishadi, desa oldin tushunmasin. Shuning uchun mayli, Qo'y endi bunaqa gaplarni. Xudo ko'rib turibdi. Hozir Aydopamni yoqqin. lekinchi Alloh buyuk zot. qarang, oldin 40 yilda qaytsa, Qo'y aziz. Kitobni tekshir. Kaltim yo'q-ku. Eslab ko'r. Eslolmayman kaltim qattaligini. Uyga xalat qilib kirmoqchisan. Uy egasidan so'rab ko'raychi. Hozir so'rayman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, va alaykum assalom. Qalaysan? Rojsanmi? Ha, men Nima gap? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? anu uyga yana bitta kalt yo'qmidi? Kaltim qolib ketibdi. Bor, anu tepadagi qo'shnilarda bitta bo'lish kerak. Chiqib ma'ni etsang berib yuboradi. Bo'ldi, xo'p. 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 Rahmat. Yashashga harakat qilmayapti. Hozir sun'iy nafas berish yo'li bilan ushlab turibmiz. Apparatdan uzishimiz kerak. Oyizni ham qiynamaylik. Apparatdan uzdi degani o'ldi degani emasmi? Ko'rdingiz-ku, Oyimmi o'lim uchun qo'l qo'yaman. 5 kundan beri harakat qildik. Hamma muolajalarni qildik. Oyiz yashash uchun kurashmayaptilar. Qo'limizdan boshqa hech narsa kelmaydi. Ularni faqat qiynaganimiz qoladi. Men bitta o'ylab kelay maylimi? Foydasi yo'q, Siroj. Balki yashab ketarli. Oldilari kirib chiqsam bo'lmaydimi? Aka xos kelaman, sal o'zimni kelib olay. Mayli. Boshqa ilojimiz yo'q. Oyiz yarim o'lik holatdalar. Agar qo'l qo'yib bersangiz, uyingizga borib apparatdan uzgan yaxshi. Agar kasalxonada jonlar uzilsa, oyizni yorishga to'g'ri keladi. Mayitni qiynamaylik deyapman. Shunda men qo'l qo'ysam, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं ड्रामा सीरियल इब्लीस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ जा रहा है और इसके आने वाली नई एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। आने वाली न्यू एपिसोड में हम देखते हैं कि मरियम अपने घर आ चुकी है और उसको तलाक हो चुकी है और वो अपने घर में मौजूद अपनी नौकरानी के साथ खड़ी होती है। ऐसे में उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा तुम यहाँ खैरियत से आई हो, और वो कहती है कि मुझे तलाक हो चुकी है। उसकी माँ कहती है कि हाँ, तुम्हें तलाक क्यों हुई है?
तो वो कहती है कि मुझे तलाक उसने दी है, लेकिन मुझे इस बात का नहीं पता कि किस वजह से उसने मुझे तलाक दी है। हमारी आपस में थोड़ी-सी बहस हुई थी, लेकिन वो उसको पता नहीं क्या बात हुई कि उसने मुझे तलाक ही दे दी है। तो उसकी माँ कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, तलाक इतनी आसानी से नहीं वो तुम्हें दे सकता, कुछ ना कुछ बात हुई है, मुझे वो बात ज़रूर बताओ। तो वो अपनी माँ से कहती है हमारे दरमियान ऐसी कोई भी बात नहीं हुई, हत्ता कि मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। मैं उस पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसने मुझे तलाक ही दे दी है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अवैस के साथ अनाबिया बैठी होती है। अनाबिया उससे कहती है कि तुम्हारी बीवी अच्छी नहीं थी, अच्छा हुआ कि तुमने उसे तलाक दे दी है। और अवैस कहता है कि तुम ऐसी बातें ना करो, मेरा दिल आगे ही बहुत ज़्यादा परेशान है। अनाबिया उसे कहती है कि जो हुआ अच्छा हुआ तुमने कि उसे तलाक दे दी। मेरे पास उसकी वीडियोज़ हैं, अगर तुम कहते हो तो तुम्हें मैं उसकी वीडियोज़ दिखा दूँ। अवैस कहता है कि तुम्हारे मुँह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही तुम ऐसी बातें ना किया करो। तो अनाबिया आगे से कहती है कि मैं यूँ ही नहीं बातें करती, मेरे पास प्रूफ़ है, इस वजह से मैं बातें कर रही हूँ। और इधर अनाबिया अपनी बातों से बाज़ नहीं आती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मरियम बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपनी माँ से कहती है कि उसने अब मुझे तलाक दे दी है, अब मैं क्या करूँगी? अब देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में ये ड्रामा सीरियल किस तरफ रुख करता है। ऐसे ही एपिसोड के टीज़र देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।